Eng arzon sizlarga arzon narxda maza qiladigan mashinadan bittasi Shina Rayte 30 modelini ko'rsataman. Restyling varianti, holati juda ham zo'r ekan. 2023-yil, kraskalar top-toza. Balonlargacha yangi masla bugun taqilgan ekan, gazlargacha bugun taqilgan ekan. Holati juda ham zo'r. Masla holatda mashina pastlaysa ham bo'ladi. Chunki gaz bilan balonni yangi qo'yib qo'ygan ekan. Holati yaxshi. 32 ming prebegi, salonlari juda ham priятный holatda turibdi. Qaranglar. Stendalari ham, ko'jalari ham o'sha priятный holatda, motiviy holatda turibdi. Hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Men embleman o'zi hamma bilib oladi, restylinglini, hamma narsasigacha bor. Holati juda ham zo'r. Bemalol ko'rib ko'rsatish to'g'risida konsignalargacha zo'r ishlayotgan ekan. Yon tomonlarida ham kraskalarni ko'rmadim, yaxshi holatda turibdi. Yengidek mashina, yaxshi holatda turibdi. Orqalari ochiq. Kimlargadir orqasi yopiq kerak bo'ladi, kimgadir orqasi ochiq kerak bo'ladi. Orqasi ochiq, bemalol narsalarni tashlab, o'zingizga kerakli bort yasatib olsangiz bo'ladi. Holati zo'r, hamma narsasi joy-joyida ishlab turibdi. Bu mashinaning eng arzon kanalimizda maza qolib hadashinglar uchun 12 mingga bera olamiz. Bosib tashlaylar.